Al-Buxoriy 16 kun darsda hech narsa yozmagani uchun uni tergagan sheriklarini 15 mingta hadis bilan qanday qilib lol qoldirgan edi. Basra shahrining jome masjidi, dars halqasi. Barcha tolibi ilmlar ustoz og'zidan chiqqan so'zlarni qog'ozga tushirish bilan band. Ammo yosh Buxoriy darslarda mutlaqo qog'oz qalamsiz, xotirjam quloq solib o'tirar edi. Bir emas, ikki emas, naqd 16 kun shu holat takrorlandi. Sheriklari hayron bo'lib unga maslahat berishadi. Biz bilan muntazam darsga qatnashasiz-u, lekin hanuzgacha qalam tutganingizni ko'rmadik-a? Nega vaqtingizni bekor o'tkazyapsiz? Shu paytgacha kamtarlik qilib kelgan Buxoriyning shijoati jo'sh urdi. Sizlarga indamay ketishim nomardlik bo'lmasin. Qani, shu 16 kunda yozgan daftarlaringizni beringlarchi, dedilar u zot. Talabalar qalin daftarlarni o'rtaga qo'ydilar. Ular jami 15 mingta hadis yozishgan edi. Bitta ham qog'ozi yo'q yigit daftarlarga biror marta qaramasdan, bamisoli buloq suvdek o'sha 15 mingta matnni roviylari bilan bittalab yoddan aytib bera boshladi. Eng hayratlanarlisi, u zot shunchaki yoddan aytib bermadi. U kishi shu qadar bexato so'zladiki, o'z qog'ozlari bilan maqtanib chiqqan sheriklari daftarlarida yo'l qo'ygan ko'plab xatolarni aynan u zotning xotirasiga qarab o'zlari tuzatib olishga majbur bo'ldilar. Mashhur muhaddis Xoshid ibn Ismoil iqror bo'ladilar. Shu voqeadan keyin xotira va zehn bobida undan hech kim o'ta olmasligiga yana bir karra ishonch hosil qildik. Butun islom olamini titratgan bobomizning ota-onasi asli qanday topishgan? Bunga kimsasiz bir hovli, bog'bonning qizi va devordagi xato yozuv sabab bo'lgan edi. Daho farzand qanday go'zal ishq ustiga dunyoga kelganini keyingi videoda ko'rish uchun hoziroq obuna bo'ling.